42-mavzu. Eringiz siz uchun muhimligini o'ziga sezdiring. Ba'zi ayollar bu tavsiyani yetarlicha tushunmaydilar. Ko'pincha erning oiladagi o'rni qolib, ayolning uyda tutgan o'rni ustunligi haqida ko'p gapirilib, erning ishi muhimmasdek tuyuladi. Ba'zan ayol erining yonida xotinining xohlagan narsasini muhayyo qiladigan boshqa bir erkak haqida so'z ochadi. Bunaqa ayol eriga siz bunday qila olmaysiz. Uydagilar uchun hech narsa qilmaysiz. Boshqalarda bizda bo'lmagan imkoniyatlar ko'p deyishdan ham toymaydi. Bunday muomala erni ich-ichidan ezib yuboradi. Qalbida ayoliga nisbatan nafrat uyg'otadi. Ey ayol, shuni unutmangki, eringiz siz uchun qanchalik kerakli va muhim kishi ekanligini unga his ettira olsangiz, u ham sizni shunchalik qadrlaydi. Sizga muhabbati ortadi. Turmush qurishni istagan yoshlarning aksariyati orzusidagi ayol oliy tabaqali uy bekasi bo'lishiga e'tibor bermaydilar. Aksincha, hurmatlarini joyiga qo'yadigan, fikrlariga dastak bo'ladigan, g'ururini oshiradigan ayolni xohlaydilar. Yana shu esingizda bo'lsinki, Alloh taolo eridan minnatdor bo'lmagan ayolga rahmat nazari bilan qaramaydi.